hattoki 7 santimetr uzunlikdagi jinsiy a'zo bo'lsa ham bemalol ayol kishi bilan chiroyli jinsiy aloqa qilsa bo'ladi. Hamma o'sha nuqtalariga yetib borish mumkin bemalol. Erkaklik jinsiy a'zosi xirurg mutaxassislar tomonidan qanchagacha o'stirib berilishi mumkin? Uylanmasdan 32-33 ga kirib nimaga uylanmayapsiz? Keladimi keyin uylanmaydi. Shu vaqtgacha uylanmaydi. Nimaga? Jinsiy a'zoyim kichkina, men uyalaman bilan. Ko'rsiz? Barzangida erkak hali. Olat tutqichlari ham Xudo tomonidan bejiz shu joylab qo'yilmagan. Endi u uzib qo'yilsa xirurgik amaliyotlar orqali keyin qandaydir salbiy oqibatlar yuzaga kelishi ehtimoli oshmaydi. Operatsiyalarning maqsadi o'zi aslida uzaytirish emas. Bu operatsiyalarning maqsadi bor jinsiy a'zoni vizual yuzaga chiqarish, estetik chiqarib berish o'zi aslida. O'zimizda bor narsani chiqarib berish. Assalomu alaykum. Shu sarvarni gaplashgani boshqa mavzusi qolmabdimi deb e'tiroz bildirishadi ba'zida urolog, androloglar bilan suhbat qilsam. Lekin mana shu suhbatdan keyin menga keladigan murojaatlarni sanab va ularni og'rig'ini aytib beradigan bo'lsam, haqiqatan bu mavzuni ko'tarish kerak ekan deb o'ylab qoladi-da odam. Va bizga qilinayotgan murojaatlar aynan jinsiy zaiflik, jinsiy muammolarning ayrim turlari bilan bog'liq vaziyatlarni yaxshilash uchun qilinadigan suhbatlar haqiqatan kerak. Odamlar nima desa desin deb o'ylayman. Shuning uchun ham bugungi suhbatimizni yana bir jiddiy muhokamali mavzuda qilmoqchimiz. Jinsiy a'zoni kattalashtirish, o'stirish, estetik jarrohlik amaliyotlari va bu o'zi aslida kerakmi, kimlar uchun kerak? Bu vaziyatlar og'riqli muammolarni yechimimi yo'qmi? Shu savollarga javob olamiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Avvalgi podkastimizda implant mavzusida gaplashdik. Ya'ni jinsiy zaiflikni oxirgi bosqichida insonlarga yordam berish uchun qilinadigan amaliyot. Endi hozir siz bilan ko'taradigan mavzuyimizni odamlar eshitishi bilan beting qursin deb meni so'kishlari mumkin-da. Lekin mana shu jinsiy muammolarni bir qismi sifatida qaraladigan olatning ingichkaligi yoki kaltaligi meditsinada kimlarni qachon qiynayapti? Erkak kishida mana mujskaya dostoinstvo deymiz-ku. Shu judayam ko'p erkaklar, judayam katta yutuqlarga erishgan, bir komil bo'lgan insonlar ham jinsiy olatidan komplekslari bor. Shu jinsiy olati yo o'ziga kichkinadek tuyuladi yoki xotinimga bu yetmayapti deb o'ylaydi. So'rolmaydi. So'ralmaydi-ku. Shuning uchun mana shunaqa bir tushunarsiz hislar erkaklarda nima qiladi? Bezovta qiladi. Shuning uchun ham juda ham bu narsaga spros juda ham ko'p. Faqat O'zbekiston bo'lsin, butun dunyoda spros ko'p bu narsaga. Endi bu mavzular bilan shug'ullanishimizga sabablar bo'lgan. Bizda bizni odamlarimizni soddaligidan foydalanib, ayrim qo'shtirnoqchiligi yolg'on biznesmenlar bo'lmas narsalarni reklama qilib, sotib, rosa qiynaganda odamlarni. 3 oy ishdan foyda bermadsa, yana 3 oy ishing kerak. Foyda bermadsa, yana 3 oy. 1 yillikda o'zi turib, shunaqa moshenniskiy sxemalar. Kattalashtirish uchun ichiriladigan dorilar, gellar, qanaqa gellarligini aytmaymiz, haligi reklama qilib qo'ymaylik o'zimizdan. Surtsang zo'r bo'lib ketadi, boshqa bu mana shunaqa traksion nimalar, tortish mashqlari, yoki Kegel mashqlari, mana shunaqa mashqlar qilsang yaxshi bo'ladi degan psevdo maslahatlar ko'p. Hozir ham bor bu narsalar, endi sal kamaydi bu narsa. Nimaga? Endi unga ishonadiganlar ham ko'pda, surib qo'ysa katta bo'lib qolsa mazza-yu odamlarga. Ishonadi, ko'p bizga murojaat qilib kelayotgan odamlarni, erkaklarni, bemorlarni ko'pi bu ishlarda hamma mana shu etaplardan hammasi o'tgan. Qilib ko'rgan. Chesnog ham yeb ko'rgan, soda ham qilib ko'rgan, haligi nima internet bergan bo'lsa, shuni qilib ko'rishgan ular. Ular ko'pi foyda topmaganidan keyin nima murojaat qilishadi. Oxiri o'sha yo protseduradan o'tishga, yo operativ yo'l bilan hal qilishga. Endi bu o'zi kerakmi? Kelayotgan bemorlarda yashirmayman, bir 40-50% ga kerak emas bu narsalar. Lekin ular qat'iy keladi. Qat'iy qildirish uchun keladi shu narsani. Endi bir xilgilarida razmerlari normada bo'lib ham kattalashtirishga majbur bo'lamiz. Sababi mana xotin ko'p tuqqan bo'ladi. Xotin ko'p tug'ib yoki tug'ruq jarayonidagi jarohatlar bo'lgan bo'ladi.
yoki xotinidan bir qanaqadir plastik operatsiyalar talab qilishga uyaladi. Misol qindi toraytirish operatsiyalari bor-da. Bor o'zingga qarab ket yo'maydi. Ha. Qilmaydida, haligi o'zi haligi nima qiladi? Erkak kishi ming qattiq qo'l, ming nima ayollardan ko'ra nimaroq bo'lsa ham, Bag'ri tosh. dadilroq bo'lsa ham, bu temada dadil anaqa bo'lib qoladi-da. Ayol kishi bilan dadil gaplasha olmaydi. Bu temada shunaqa o'zi nyuanslari bor. Shuning uchun ayniqsa bizda o'zbek va musulmon mamlakatlarda o'zini munosabatlar boshqacharoq endi qolgan. Yevropalarda aytaverish mumkin. Ularda farqi yo'q. Chilingning kichkina bo'lib qoldi, misol uchun ko'proq Menga bu yetmayapti. yetmayapti, уже men ikkita tug'dim, davay bor, kattalashtirib ber deyishi mumkin u yerda. Bizda unaqa emas. Shu odamlar, erkaklar o'zlari hisob kitobini qilib oladida, qandaydir. Hisob kitobini qilib keladi, majbur bo'lamiz. Xo'p, xotinni 2 marta, 3 marta, 4 marta tug'di. Qo'riqda evaziga kengayib ketdi. Sholpillab qoldi, nomutanosiblik paydo bo'lib qoldi jinsiy a'zo bilan. Chunki jinsiy a'zo o'smaydi-da. 20 yoshga, 22 yoshgacha o'sha razmerda oldi, bo'ldi, undan yog'iga o'smaydi. Bo'yimiz ham xuddi shunday bo'lgandek, jinsiy a'zo ham xuddi shunaqa. Ayollarda jinsiy a'zosi kengayadi. Jinsiy aloqalarda evaziga kengayadi, tug'ruqlarda evaziga kengayadi, jarohatlar bo'lishi mumkin, ularda evaziga kengayadi. Shuning uchun nomutanosiblik yuzaga kelib qolishi mumkin. Agar shu nomutanosiblik yuzaga kelib qolsa, bunda ham nisbiy ko'rsatma qilib olib, buni kattalashtirishning harakatini qilib ko'rsa bo'ladi. Shunaqa holatlar bor, mikropeniya bilan tug'iladi yoki gipospadiya, tug'ma jinsiy va siydik a'zolari anomaliyalari bor. Ya'ni kanal uchidan ochilmaydi, pastdan ochiladi. Shunda o'sishi xalaqit bo'lib qoladi, tortilib qoladi. Kalta bo'lib qoladi, kichkina bo'lib qoladi. Shundan keyin bolalar biladi, uylanmasdan 32-33 ga kirib nimaga uylanmayapsiz? Keladida keyin uylanmaydi. Shu vaqtgacha uylanmaydi. Nimaga? Jinsiy a'zoyim kichkina, men uyalaman bilan. Ko'rsiz, barzangida erkak hali. Bitta yagona sabab shu qiladida uylana oladi. Ya'ni shu darajada buni hayotini, sifatini tushirib oladi, psixikasi shunga bog'liq bo'lib qoladi. Shunaqa momentlari bor. Keyin shunaqa holatlar borki, dismorfofobiya deyiladi, polovaya dismorfofobiya. Ya'ni jinsiy holatdan doimiy qoniqmaydi. Mana shu yerdan qo'rqish kerak. Hech qachon uni kattalashtirib bo'lmaydi. Rozi bo'lmaydi. Qancha kattalashtirsangiz ham rozi bo'lmaydi. Doim kamchilik izlayveradi. O'zidan kamchilik izlayveradigan odamlar bor. Shug'ullanadigani faqat o'sha joyi bu. Bilsangiz, ayollarda ichida o'zidan kamchilik izlaydigani bo'ladi. Dismorfobiyasi bo'ladi. O'zi juda ham go'zal ayol bo'ladi, o'zidan qoniqmaydi. Men yaqinda bitta narsa ko'rib qoldim. Bitta Koreyani aktrisasi shu bunaqa endi urod bo'lib ketgan haligi. Bu narsa filtrlar qilaverib urod bo'lib ketgan haligi. Bu juda ham go'zal bo'lgan ko'rsangiz. U o'sha bitta narsani qilib, qoniqmasdan qilaverib perebor qilib yuborganda, mana shunaqa holatlar bor. Bularni maksimal tushuntirish kerak, tushunmasa psixoterapevtga yo'naltirish kerak. Bu bilan ishlamaslik kerak bunaqa holatlarda. Chunki xirurgiyani baribir ortga qaytarib bo'lmaydi agar buni operatsiya qilinadigan bo'lsa, bunaqa ortga qaytarib bo'lmaydi. Momentlar bor. Jinsiy mana odam hozirgi sizga встречный savol beraman. Hozirgi zamonda muammosi nima? Salomatlikda eng katta muammosi nima? Salomatlikdagi eng katta muammosi o'ziga beparvolik. Semizlik-a? Nosog'lom turmushda. Semirib ketish bu juda katta problemada. Mana shu jinsiy a'zoda ham katta muammo gap keladi. Turishlarni, funksiyalarini gapirmayapmiz. O'tgan galda gapirdik. Semizlikda mana 70 kiloli odamni jinsiy a'zosi. U 70 kilo edi 20 yoshda yoki 25 yoshda. Endi 35 ga kirdi. U 110 kilo yoki 120 kilo. U a'zo ashunday turibdi hali. Kichrayib ketyapti keladi. U kichraymayotgan bo'ladi. U o'shanday turgan bo'ladi. Tana yutib yuboryapti. Tana bilan jinsiy a'zolar disproportsiyasi rivojlanadi. Bu haqiqatan juda xunuk holatlar bo'ladi. Fikr xayolidan shundan chiqarmay qoladi odam. O'zidan uyaladi. Jinsiy zaiflikka olib keladigan holatlar bor. Ya'ni qanday ma'noda? O'sha uyalganidan jinsiy aloqadan qochadi.
ko'rsatgisi kelmaydi ayoliga. O'sha aloqadan qochib yuradi. Nimaga? Shunaqa holat bor, skrytый половой член deymiz yoki juda mashhur termin anaqa zerkalная болезнь. Bunday qilsa ko'rinmaydi. Jinsiy a'zo ko'rinmaydi, oynaga qarab ko'radi. Mana bunaqa odamlarni to'g'irlash kerak. Da protseduralar yo'li bilan, korreksiya yo'li bilan, plus yashash tarzi, yemishi, ozishi, hamma narsa bunday anaqa kombinirованный harakat qilish kerak. Har jihatga e'tibor berib, shug'ullanilib, rezultat qilinsa, ana odam haligi o'zini dostoyniy erkakdek his qilishni boshlaydi. O'zini haqiqiy erkak anaqa his qilishni boshlaydi. Erkak kishi to'laqonli o'zini erkak his qilish uchun ham mana shu narsalar muhim ekanda, buni izlanishlar ko'rsatyapti. Hali ayol kishi o'zini to'laqonli ayoldek his qilish uchun tug'ish kerak, normal jinsiy hayot yashash kerak. Tug'masdan bepushtlik bilan yashagan ayollar 5 yil, 7 yil, 10 yillab bola ko'ra olmagandan keyin shunaqa homilador bo'lish dominantasi yo'qolib qoladi-da. Ya'ni men полноценный ayol kishi emasman. O'shaning uchun men homilador bo'la olmayapman, men ashum uchun tug'a olmayapman degan anaqa bo'lib qoladi, dominant. Erkaklarda ham shunaqa jihatlari bor-da. Mana shu mavzu to'g'ri keladi shu narsaga. O'zi birinchi o'rinda kattalashtirishni so'rash kerak. Haqiqiy o'zini mutaxassisga, estetik urolog, androlog bo'lgan mutaxassisga. Terapevtga ham borish kerak emas. Ko'zvenerologga ham borish kerak emas. Internetda birorta maslahatga ham amal qilish kerak emas. O'zini haqiqiy mutaxassisini topib, borib, prosta maslahatlashish kerak. Nima plyus bo'ladi? Nima minus bo'ladi? Minusi bormi? Plyusi bormi? Mana shu narsalar polniy gaplashib turib, keyin bitta xulosa qilish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi o'zi shu o'rinda doim hamma androlog, urologlarga beriladigan savol, endi bu jinsiy a'zo katta qilib yelkaga tashlab yuriladigan narsa emas. Me'yor degan tushunchalar bor baribir. Me'yor qanaqa o'zi? Menda qanday bo'lish kerak? Bo'yim shuncha, vaznim shuncha. Bu bo'y bilan vaznga bog'liqmi, yo'qmi deb savol beradiganlar ko'p. Shu joyda me'yor haqida ham gapirib o'tsangiz. Me'yor, Xo'p. O'rta me'yorlar bor. Bu hamma xalqda har xil. Bizni O'rta Osiyo mamlakatlari uchun 11 santimetrdan katta bo'lsa, uzun bo'lsa, uzunligi bu norma. Endi 9 santimetrdan ham hisoblanadi. 9 santimetrdan nima bo'lsa ham bu fiziologik norma hisoblanadi, uzun bo'lsa. O'rta norma endi 11 santimetrdan uzun bo'lsa. Nega shunaqa? Chunki ayolda qinini uzunligi o'rtacha 7 dan 11 santimetrgacha bo'ladi. Hattoki 7 santimetr uzunlikdagi jinsiy a'zo bo'lsa ham bemalol ayol kishi bilan chiroyli jinsiy aloqa qilsa bo'ladi. Hamma o'sha nuqtalariga yetib borish mumkin. Bemalol. Muammosiz. Ayol hisni bemalol ola oladi. Hisni ola oladi. Hali gap borki, ko'proq nimalari kommentlarda ham yozishadi. Ishlasa bo'ldi, yaxshi ishlasa bo'ldi o'zi aslida. Deyiladi-ku. Da, yaxshi ishlasa bo'ladi. Bo'ldi o'zi aslida. Keyin shunaqa holat bor. Bu to'g'risida ham qarang, nauka qilinganda, ilmiy izlangan, nauka qilinganda ayollardan respondent qilib so'rovnomalar qilingan, so'rovnomalar chuqur tahlil qilingan. Shunda ayollarda katta qismi razmer не имеет значения degan nima xulosa kelib chiqqan. Ya'ni razmerda ahamiyati emas. Ya'ni jinsiy a'zosi 11 santimetr bo'lsa, o'rtag'iniki 17 santimetr bo'lsa, ikkalasi ham jinsiy sog'lom bo'lsa, ahamiyati yo'q ekanda. 11 mi 17 mi? Naborot, haligi большой член, больной член deydi. Bu muammo bo'lishi ham mumkin. Jinsiy aloqada travmalarga olib kelishi mumkin. Og'riqli jinsiy aloqalar rivojlanishi mumkin. Shuning uchun katta bo'ldi degani bu zo'r bo'ldi degani emas o'zi aslida. Shuning uchun bunga estetik jihatdan qarayapmiz biz ko'proq. Keyin все-таки baribir razmer rol o'ynagan ayollar bo'lgan. Ma'lum qismi shu razmer muhimligini ta'kidlashgan va o'shanda ham uzunasi muhim bo'lmagan. Ko'proq yo'g'onligi muhim bo'lgan. Chunki qalinligi muhim bo'lgan. Qalinlikda mexanik ishqalanish kuchliroq bo'ladi. U to'laqonli jinsiy qin bilan сопоставимый bo'ladi. Va aloqada o'sha
klitoral ishqalanish kuchliroq bo'ladi. Qalinroq bo'lsa, shu narsa ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun naushniy обоснование berishganda shunaqa обоснованиялар bo'lgan. Ya'ni biz o'zimiz ham gaplashsak, odamlar bilan, erkaklar bilan shunaqa yaxshi bo'lyapti shekilli degan narsani aytishadi. Shaxsiy tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, ishqalanish yaxshi bo'lyapti shekilli, o'zgardi deydi. O'zimda ham o'zgardi, sifat o'zgardi deb qoladi-da. Vaholanki u funksiyaga ta'sir ko'rsatuvchi ish qilinmagan unda. Vaholanki. Shunaqa momentlar. Hozir Keyin yana bitta narsa bor, aytib o'tib ketay, ashitda uzr. Platsebo effekt degan narsa bor-da. Misol uchun platsebo effekt degani pustышка deymiz-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Ya'ni bu kattalashtirsak bo'ldi, jinsiy aloqa zo'r bo'ladi degan anaqa dominantda bo'lib qolishi mumkin-da. Yaxshi so'raganda ko'pchilik aytadi, bu yoq ham yaxshi bo'lib qoldi deydi. Vaholanki yaxshi bo'ladigan ish qilingan yo'q edi. aytib o'tdingiz, me'yor nuqtai nazardan o'ta kattaligi ham muammo, o'ta kichikligi ham muammo. Endi bu tug'ma anomaliyalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Semizlikdan tashqari, orttirilgandan tashqarida. Mana shunday vaziyatlarda erkaklik jinsiy a'zosi xirurg mutaxassislar tomonidan qanchagacha o'stirib berilishi mumkin? Chegarasi bordir bu. Qiziq savol, lekin bunga aniq javob yo'q. Nima aytib tushuntirishga harakat qilaman. Shundan shungacha degan javob bo'lsa ham. Xo'p, mana shunaqa operatsiya bor. Lipektomiya, ligamentotomiya degan operatsiya bor. Ligamentotomiya degan operatsiya bor. Jinsiy a'zoni tortqichi bo'ladi. Shu tortqichini uzib, plastika qilingan evaziga cho'ziladi. Elongatsiya deydi, cho'zilishga erishiladi. Effektivligi 1-2 sm. Qaytlardadir 2 sm, 5 sm deydi. U bo'lmagan narsa. Hamma modifikatsiyasini qilib ko'rganmiz. Har qanaqa modifikatsiyasini qilganmiz. U 1-2 sm. Shuning uchun ham bu operatsiyaga bo'lgan bizni nimamiz yaxshi emas. Qarashimiz yaxshi emas. Biz qilamiz buni qachon bu effektivliroq. Lipektomiya operatsiyasi bilan birgalikda qilinsa, kombinatsiyalashgan operatsiya qilinsa, ovoragarchiligi ko'p operatsiyani. O'sha kichkina operatsiya nisbatan katta operatsiyaga aylanyapti. No effektivness baland. 95% dan ko'p nimalar, izlanishlar ham aytadi. Shu nimadan sezilarli o'zgarganidan o'zida xursand bo'ladi. Rezultatdan xursand bo'ladi. Operatsiyalarning maqsadi o'zi aslida uzaytirish emas. Bu operatsiyalarning maqsadi bor jinsiy a'zoni vizual yuzaga chiqarish, estetik chiqarib berish o'zi aslida. O'zimizda bor narsani chiqarib berish. O'sha biz yog' yashirib qo'yyapti ko'p qismini deyapmiz. Yog'ni, ya'ni juda aqlli texnika bilan agar olsak, bitta haykaltaroshlikka o'xshaydi o'sha u yog'. Olib, keyin bir vaqtda o'sha ligamentotomiyani bajarsak, ana shunda rezultat juda chiroyli bo'ladi. Aytishimiz mumkin 2 santimetrdan aytaylik 7 santimetrgacha desa bo'ladi. Men shaxsiy tajribadan chiqib gapiryapman. Определённый aniq odamga aniq razmer ayta olmaymiz. Hech kim ayta olmaydi. Kim aytsa aldayapti. Ligamentum suspensorium penis o'sha tortqichini uzunligiga ko'p narsa bog'liq. Hamma individual demoqchisiz. Kimdadir korotkий bo'lsa, rezultat korotkiyroq bo'lishi mumkin. Uzunroq bo'lsa, rezultat uzunroq bo'lishi mumkin. Shunaqa. Shuning uchun bitta aniq sifralar aytib bo'lmaydi. Bu xuddi haligi mashinani detailing qilganda narsa emas. Bu boshqa narsa. Umuman hamma bir xil standartda ishlab chiqarilmagan demoqchisiz. Da. Operatsiyalar ham xilma-xilligi bor. Individual o'sha odamni tana tuzilishidan kelib chiqib tanlab beramiz. Ko'pchilik telefondayoq hamma ma'lumotni olishni xohlaydi. Qaniydi o'shanaqa qilish imkoni bo'lsa edi. Iloji yo'q. Uni ko'z bilan vizual ko'rgandan hattoki rasmga qarab ham noto'g'ri taktika tanlab qo'yishimiz mumkin. Rasmga qarab. Rasm. Shu yalang'och rasm jo'nataversa ham biz noto'g'ri operatsiyani tanlashimiz mumkin. Faqat ko'rik vaqtidagina to'g'ri operatsiyani tanlay olib bilish mumkin. Shuning uchun bu nimalarda muhim narsa, bu albatta ko'rish kerak narsa. Ozib keling degan tavsiya berilmaydimi? Beriladi. Yana bitta muammoli jihati bor. Bitta nijniy abdominoplastika deydi, lipektomiyani.
haligi qorinni olish operatsiyasi emasda bu. Haligi bariatriyadan keyin boshqa narsada bu umuman. И технически сложныйroq bu. Даже. Bu yerda именно нижний этажda hal qiladi. Pastki etaj. Ko'pincha pastki etajda nima qila olmaydi, qilish qiyin. Yo'qotish qiyin. Yo'qda. Shu jihatlari bor. O'zi baribir biz operatsiya qilganimizdan so'ng ham baribir весовой bo'ladi-ku odam. Обязательно sport tavsiya qilinadi. Обязательно qolgan tana tuzilishini ham korreksiyaga keltirish yoki yog'da o'rniga muskullarni rivojlantirish tavsiya etiladi. Endi hech narsa bejiz yaratilmaganda, o'sha olat tutqichlari ham Xudo tomonidan bejiz shu joylab qo'yilmagan. Endi u uzib qo'yilsa xirurgik amaliyotlar orqali keyin qandaydir salbiy oqibatlar yuzaga kelishi ehtimoli oshmaydimi? Xo'p, salbiy oqibatlar to'g'risi aytaman, uchramagan. Adabiyotlarda ham yozilgan. Biz ustozlarimiz ham katta professor androloglar qo'lida ta'lim olganmiz, ko'rmaganmiz, gaplashganimizda ham uchramagan degan. No, adabiyotlarda yozilishi bo'yicha vivih deydi, ya'ni qo'l chiqib qoladi-yu. Xuddi shunga o'xshagan jinsiy holatda chiqib qolish holati bo'lishi mumkin degan gap bor. Endi buning uchun chiqib qolish uchun ham qanaqadir kuchli nima bo'lish kerak? Bosim kerak-da, kuchli qanaqadir yoki avtoavariyadan bilmayman. Vivih palovochiliklar bo'ladi. O'sha avtoavariyalarda chanoq sohasini sinishlari bilan kuchli hali DTP bo'ladi-yu. Travmalar bo'lganda bo'ladi. Siljishlar bo'ladi, organlarda siljish, smesheniyalar bo'ladi. Qanaqadir kuch kerak-da bu narsaga, katta kuch kerak-da bunaqa narsa bo'lishi. Keyin bitta narsa aytib o'tish zarur, обязательно. Bu operatsiyani qilingandan so'ng mana ugl, jinsiy a'zo turganda ugl, примерно manaqa burchak. U yerda u manaqa turadi. Shu momentini bilish kerak. U suspenzorium tortadi-da ereksiya paytida. Endi tortish imkoniyatiga ega bo'lmaydi bunda. Lekin hammani qiziqtirgan savol, jinsiy zaiflik rivojlanadimi shu operatsiyadan keyin degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q. Chunki bu anatomik umuman boshqa zonalarda ishlanadi. Shu o'rinda bitta nimaga savolga javob berib o'tmoqchiman. Andrologiya haqida. Andrologiya o'zi nima? Androlog ko'payib ketdi-yu. Xalqimizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun. Andrologiya bu erkaklar jinsiy a'zolaridagi tug'ma muammolar, andrologik tug'ma nuqsonlar bo'lishi mumkin. Yoki orttirilgan muammolar. Jinsiy zaiflikdagi, jinsiy holat qiyshiqligi, jinsiy holat kichikligi, siydik kanalini toraymalari, siydik o'sha epispadiya, ekstrafiya, mana shunaqa muammolar bilan, murakkab muammolar bilan shug'ullanadi. Plus erkaklar bepushligi masalalarida professional shug'ullanuvchi mutaxassisni androlog deymiz. Endi shug'ullanuvchi deganda bu soha, bu xirurgik soha. Bu terapevtik soha emas. Andrologman deb yozib qo'yish, bu sen shu operatsiyalarda, sen shu narsalarni korreksiya qila olishing kerak degan mutaxassis va sen shopper haligi B pravani olsang, manaqa mashina minasan, mana pravani olsang, manaqa mashina minasan, to'g'rimi? Yana qanaqadir pravo olsang, mototsikl minasan degandek doktorchilikda, andrologiya sohasida mana shu sanab o'tilgan kasalliklar bo'yicha androlog ham konservativ, ya'ni dori-darmonlar bo'lishi mumkin, fizioterapiyalar bo'lishi mumkin, ham xirurgik, ya'ni operativ davo muolajasini to'liq qila olish kerak. Shunda biz u androlog deymiz. Bu andrologman deb olib turib, bepushtlikda o'zi bilan shug'ullansa, u androlog emas. Bunga bunaqa qarash kerak. Andrologman dedingmi? Yosh mutaxassislarga endi andrologman deb yozib olgan o'zim mutaxassislarga murojaatda. Dedingmi, shu ishlar bilan sen shug'ullanishing kerak. Tez ob'yomni qilishing kerak. Qila olmasang, borib malakangni oshirib, stajirovkalar qilib, o'rganib kelishing kerak, qilishing kerak. Sen nimaga buni aytyapman? Hozir odamlar stradat qilyapti shundan. Stradat qiladi. Bezor bo'ldi. Azospermiya degan kasallik bor. Urug' 0. Misol. Urug' 0 7 yillab davolab yuribdi.
andrologman deb yozib olgan. Kechirib qo'yasan. U tezlik qilish kerak, uni operatsiya qilish kerak. O'shuni qila olmasang nimaga andrologman deding sen? To'g'rimi? Shunaqa. Eng oddiy ishlar bilan eng murakkab ishlarigacha shug'ullana olish kerak. Shu kasallikda, shu bemorda to'laqonli yordam bera olish kerak. Hattoki yordam bera olmasa ham, mana vijdonli doktorlar bo'ladi. Qaysidir etapigacha eplaydi, eplalmayapti, yog'iga o'xshamayapti, nimadir boshqa aytaylik xirurgik davo kerak bu yerga degan holat bo'lsa, shu yo'naltiradi, mutaxassisga yo'naltiradi. Falon joyga boring yaxshi. Boring deydi. Tushuntiradi, hamma yo'q daskanali tushuntiradi. Shu narsani qilgandan keyin hurmat qozonadi, shu odamlarni nimasida hurmat qozonadi. Mana qilib aylantirib haliga maqsad pul bo'lib qoldi. Hammaning maqsadi shu bo'lib qoldi. Bu noto'g'ri narsa. O'zi eng nozik mavzu jinsiy hayot bilan bog'liq mavzulardir va eng nozik qismlar ham shu qism bilan bog'liq, shu joy bilan bog'liq. Erkak kishini hamiyatiga tegib ketadigan joy ham shu. Ko'p holatlarda g'ururini poymol qiladigan joy ham shu. Aytaylik, ayoldan ana shu joydagi muammo sabab bir gap eshitib qoladigan bo'lsa, butun umr esidan chiqarmaydigan travmalar bilan o'tib ketadi-da shu erkak. Endi hozir tug'ma muammolar deb aytyapmiz. Olatni o'stirish yoki yo'g'onlashtirish ehtiyoj seziladigan tug'ma muammolar. Bular bolalikdan to'g'rilansa bo'lmaydimi va uni ulg'ayishini kutish kerak bemorlar. To'g'rilasa bo'ladigan holatlar bor, haqiqatdan ham. Jinsiy olatni, o'sha yashirin jinsiy olat holatlarida operatsiyalar qilinadi. Moyakda kasalliklar bor, kriptarxizm degan kasallik bor. Ya'ni tug'ilganda bola moyak xaltasiga tushmagan bo'ladi. Bu juda muhim etap, chunki bu moyak kelajakda testosteron degan gormon ishlab chiqaradi. Bu testosteron jinsiy a'zoni rivojlantiradi. Testosteronni evaziga bizda birlamchi jinsiy belgilar paydo bo'ladi va ikkilamchi jinsiy belgilar ham testosteron gormoni yordamida bo'ladi, rivojlanadi. Kriptarxizmda bu moyak xaltasiga tushmaganligi uchun moyak o'z funksiyasini bajara olmaydi. Kelajakda jiddiy muammolar, haqiqatan ham jinsiy olatni kichikligi, bepushtlik, boshqa muammolar yuzaga kelishi mumkin. Yoki gipospadiya degan kasallik dedik. Gipospadiya kasalligida tug'ma o'sha yoshlikdayoq uni to'g'irlash kerak. Siddiq kanalini to'g'ri uchiga ochadigan qilib operatsiyalari bor. Shuni bajarish kerak. Epispadiya bunda ham ba'zi holatlar bo'ladi. Moyaklar kichkina bo'layotgan bo'ladi, tuxum kichkina bo'layotgan, jinsiy a'zo kichkina bo'layotgan bo'ladi, gavdasi semirib ketadi. Shunaqa kontingent nimalar ham, bemorlar ham bor. Endokrinologga yuboriladi. Endokrinolog maslahati, nimalardir to'g'irlaydigan holatlari bo'lsa, gormon bo'yicha uni to'g'irlash kerak bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Pubertat davri bo'ladi. 9 yoshdan 14 yoshgacha davr. Shu yerda ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanish zapuski boshlanadi shu yerda. Shunigacha kutish kerak bo'ladigan holatlar bo'ladi. Ba'zida testosteronda do' qilib yuborishadi. Bu ham noto'g'ri. Do' qilsak, o'sish zonasini to'sib qo'yishimiz mumkin-da. Bir umrga pakana bo'lib qolishi mumkin bola. Juda nozik masalalarda. Nozik masalalar. Shuning uchun o'sha ishlarda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Doimiy kuzatuvga olib qo'yish kerak bunaqa. Nimadir boshqacharoqmi? Baraka topib ko'r, 6 oy yoki 1 yilda bir постоянно etib mutaxassis bilan maslahat qilib turinglar. Turish kerak edi. Chunki hozirgi taktikalar 2 yil, 3 yilda o'zgarib ketyapti. Standartlar, guideline kuchayib ketyapti-da. 5 yil oldingi guideline bilan hozirgi guideline'da keskin farqlanishlar ham bor. Ya'ni doполняться qilingan, kuchaytirilganda, yangiliklar qo'shilganda, ilmiy nimalar effektiv bo'lishi uchun. Shunaqa momentlar bor. Shuning uchun nazoratga olib qo'yish kerak. Menda bor shunaqa bemorlar. Nazoratga olib qo'ying. Hech narsa qilmaymiz. Shunaqalari bor, xavotir olib videoingizni ko'rdik, xavotir oldik, o'g'lim olib kelgan, ko'rsatgan olib keldi. Ko'raman, kerak bo'lsa genetik tahlillari bor. Shularni qilib qo'yaman. Yaxshi. Hech qanaqa genetik отклонениялар yo'q. Bo'ldi, kutamiz. 14 yoshgacha pubertat davr bo'ladi. Shu pubertat davr 14 yoshdan zapusk
bo'lmasa keyin biz gormonal dorilarga o'tamiz. Xorionik gonadotropinlarga o'stirish maqsadida. Testosteronni stimulab ko'ramiz degan nimalar xatti-harakatlar qilinadi. Zarar ham keltirib qo'ymasligimiz kerak shuncha. Albatta. Yuqorida aytilganidek, bu mavzular o'ta nozik masalalar va hamma parda ortida qolishini xohlaydi. Shuning uchun ham aynan urolog, androlog mutaxassislarga yo'llanadigan savol uchun alohida havola tashkil etilgan. Ana shu joyga xoh shaxsingizni oshkor qilib, xoh oshkor qilmasdan savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Keyingi suhbatlarimizda albatta shu savollaringizga ham javob olamiz. Sizga rahmat.